Assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari va bizni uzoq yaqindan kuzatib bo'layotgan do'stlar. Barchalaringga alangali salom. Do'stlar, hozir biz Qirg'iziston Respublikasining Issiq oblasidan video obzor qilib boryapmiz do'stlar. Tashqaridan ko'rsatsam sizlarga do'stlar, mana tog'li joylar qanchalik sizlarga yaxshi ko'rinyapti. Bu taraf ko'l, o'shasi ko'l, mana hamma dam oladigan, hamma kelib dam oladigan joy, cho'miladigan joy issiq ko'l. Shu yerda do'stlar, shu odamlar hordiq olish uchun kelib dam oladigan shu 2 etajli 10 xonali gостиницаga remontni qilyapman hozir. Mana shpaklyovkani obedgacha, ya'ni bo'yim yetgan joygacha bir sloy chiqqanda aylantirib, hozir mana lesar bilan ikkinchi sloyda qilib boryapman do'stlar. Mehnatimga baho berib, bitta layklab otib qo'yasizlar degan umiddaman do'stlar. Barchalaringga oldindan kattakon rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar.